Uyda marosim qilmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu spartak shirinligini tayyorlab ko'ring. Tayyorlanishi juda ham oson, juda ham mazali, og'izda eriydigan, kam xarj va bemalol 30 kishiga yetadigan shirinlik bo'ladi. Eng oson usulda tayyorlaymiz. Shakar, sariyog', asalni idishga solib, gazga qo'yib, shakarimiz eriguncha aralashtirib turamiz va sodani solamiz. Ketidan tuxumlarimizni chaqib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Kakao, razrixlitel unimizni ham solib, qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir bo'ladi. Xolodilnikka 1-2 soatga qo'yib qo'yamiz, xamirimiz qotib olishi uchun. Dumaloq shakl berib, har birini yoyib 2-3 daqiqada pishirib olamiz. Shunaqangi yumshoq bo'lib pishib chiqadi. Qaymoq, quyultirilgan molokkodan krem qilib olamiz. Qattiq massa bo'lguncha mikser qilib olamiz. Juda ham mazali krem bo'ladi. Har bir qavatiga kremni surib chiqamiz. Xolodilnikka 1 soat, 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Xohlasaling ustidan ganash qilib, qaymoq bilan shokolad eritib quysaling bo'ladi. Xohlasaling korjini urvoq qilib ustidan sepsaling ham bo'ladi.